Turkistonda boshlangan jadidlar harakati ko'plab maqsadlarni o'zida aks ettirgan bilan birgalikda eng asosiysi ilmni, ma'rifatni targ'ib qilishdan iborat bo'lgan. Birgina Abdurauf Fitratni bir qancha asarlarida bu g'oyani yetakchi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Jumladan Oila asarida, Hind sayohi bayoni kabi asarlarini misol qila olishimiz mumkin. Jadidlar 1895-1930 yillarda olib borgan faoliyatlarda aynan shu xalqni ma'rifatga yetaklaganliklarini ko'rishimiz mumkin. Ularning asosiy g'oyalarida ustuvorlik quyidagi bir jumla bilan izohlash mumkin. Agar u dunyoni o'ylasang, ibodat qilib yasha. Agar bu dunyoni o'ylasang, tijorat qilib yasha. Agar ikki dunyoni o'ylasang, ilm ol. Ilm ikki dunyo saodatidir degan g'oya yetakchi ustuvor masala sifatida o'sha davrda ilgari surilgan va bu harakat va bu g'oyalar bugungi kunda ham o'zining amaliy ahamiyatini berib kelmoqda.